Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan videoda Aristonni uy sharoitida qanaqa tozalashni ko'rsatib beraman. Aristonni kamida 1 yilda 1 marta tozalab turish kerak. Bo'lmasa portlab ketish yoki tok urish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Qancha uzoq vaqt tozalanmasa, zarar shuncha ko'proq bo'lishi mumkin. Aristonni santexnik usta chaqirtirib yoki o'zingizlar mana shu videoga qarab bemalol tozalashlaring mumkin. Tushunmagan joylaring bo'lsa, kommentariyada savollarni bemalol yozib qoldiringlar, albatta javob qaytaraman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormasligi uchun. Demak, videoni boshladik. Aristonni yechish uchun oldin mana bunaqa suvini oqizish uchun baklashkadan kesib, shlankaga ulab, tashqariga to'g'irlab olamiz va shlankalarni yechamiz. Issiq suvni shlankasidan suv oqmaydi. Sovuq suvnikidan oqadi suv faqat. Bunda ham obratni klapan yechilgandan keyin. Bu obratni klapanning vazifasi Aristonda yig'ilgan ortiqcha bosim va havoni chiqarib yuborish uchun, shunda portlab ketishini oldini oladi. Mana yechganimizdan keyin suv oqadi, suvni oqizib Aristonimizni yechib joyidan tushirib olamiz. Mana endi korpusning mana bu joyini ochamiz. Ochganimizdan keyin bu yerda elektr simlari bor, o'shalarni birma-bir uzib olamiz. Uzishdan oldin telefonga rasmga olib qo'yish kerak, keyin qaytib ulashda o'sha rasmga qarab ulash uchun. Aristonni 1 yilda 1 marta kamida tozalab turish kerak. Chunki suv tarkibidagi tuz, shunaqa narsalar yig'ilib, ichi musorga to'lib qolib, tenini teshib yorib yuborishi, tok urish holatlari yoki ariston portlab ketish holatlari yuzaga kelmasligi uchun tozalab turish kerak. Ortiqcha penasini kesib tashlaymiz va gaykalarini yechib olamiz. Termostatdan chiqarib olamiz. Mana endi tenini chiqaramiz. Teni agar ko'p ustiga qoplanib qalin bo'lib qolgan bo'lsa, ichida qirib tozalab keyin chiqarish kerak. Mana ichki holatlari shuncha musor yig'ilib ketgan ichiga buni yuvib tozalab olamiz. Tenini ham tozalaymiz. Teni yaroqli yoki yaroqsizligi shunda bilinadi. Agar yorilgan, teshilgan bo'lsa, yangi ten qo'yish kerak. Magazinda sotuvda hamma zapchaslari bor Aristonni. Endi Aristonni ichini yuvib olamiz. Sharoit bo'lsa shunaqa suv oqizib yuvarsizlar yoki idishda ichiga suv solib chaqib to'kilsa ham ichi toza bo'ladi. Korpusga qotiriladigan joyida keyin termostatda salniklar bo'ladi, rezina salnik, o'shalarni ham almashtirish kerak yetilgan bo'lsa. Mana o'zini teni yaroqli, faqat mana bunaqa alyuminiy nakib yig'adigan narsasi yo'q bo'lib ketgani uchun uy egasi yangini qo'yamiz dedi. Shuning uchun tenini yangi qo'yib yubordik. Mana shu alyuminiy narsasini o'zini ham almashtirib qo'ysa bo'ladi. Hamma zapchasi sotuvda bor. Ana endi korpusga yig'ishni boshlaymiz. Yaxshilab qotirib olgandan keyin Aristonni yotqizilgan emas, turg'izilgan holatda joylashtirish kerak. Bolt gaykalari yaxshi oson qulay tushishi uchun. Bolt gaykalarini yaxshilab qotirib olamiz. Ana endi simlarini ulashni boshlaymiz. Termostatini joyiga qo'yamiz. O'zini termostati ishlab turibdi, shuning uchun o'zinikini qo'yamiz. Agar ishdan chiqqan bo'lsa, boshqa yangi termostat qo'yamiz. Hamma shoklarni joyiga qotirib olamiz yaxshilab. Shoshmasdan joy-joyiga qotirib ulab olishimiz shart. Mana endi mana bunaqa Ariston zashita degan narsa bor hozir. Elektr tok urmasligi uchun qo'yiladi va mana bu obratni klapan bilan qo'yamiz. Albatta hamma rezbalik joyiga
Qumdan to'g'rash kerak, suv oqib chiqmasligi uchun. Buni o'zini obratni klappini eskiroq bo'lgani uchun yangi qo'yamiz deb aytdi nega, shuning uchun yangi qo'ydik. Agar o'ziniki yaxshi holatda bo'lsa, o'zinikini qaytarib qo'ysa ham bo'ladi. Joyiga qo'ydik, ana endi shilankalarni ulab oldik. Mana bunaqa hozir o'sha tokdan himoya uchun shunaqa kabel chiqqan, shunaqa ham qo'yib yubordik. Mana bunda avtomat ulab qo'yilgan, aslida zazimlanasi bor rezetka bilan yerga ulanishi kerak. Mana shu joyiga ulanishi kerak. Qisqa tutashuv bo'lsa yerga urib yuborishi uchun. Endi aristonimizni yoqamiz. Ichga tushiramiz. Mana bu tokdan himoya kabelimizni hozir ko'rsataman. Mana buni datchigida nosozlik bor. Tepada qotib qolgan. Qizib ketganda yoki qisqa tutashuv yoki biron tok urish holati bo'lganda o'chirib yuboradi. Mana test degan knopkasini bosganimizda o'zi o'chirib yuboradi. Katta knopkasini bossak yana ishga tushadi. Shilankalarini ko'ramiz, suv oqmayotganini, oqayotgan bo'lsa yaxshilab qotirishimiz kerak. Aristonimizdan suv oqmayapti, hammasi joyida, ariston ishga tushdi.